Qo'g'alarimiz tiqilib qoldi. Farg'ona viloyatidan kelishgan ekan mehmon. Bunisi ham bir boshqacha parodada qo'yishi kerak. Parodasini bilganlar yozib ketdinglar. Ey, Qo'chqor qancha bo'ldi aka? Aka qancha bo'ldi dedingiz? 22 million. 22 million bo'pti, bo'ylari ham 1.10 penisida. Assalomu alaykum. 16 million bo'pti. Yashang aka. 16 million so'm bo'pti. Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlar. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahidon mol bozoriga kelganmiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, bu yerda hamma olingan, sotilgan, qaytgan bozordagi nima qiziqarli holat bo'lgan bo'lsa, hammasini sizlar uchun chiroyli qilib yoritib berganmiz. Albatta videoni mazza qilib tomosha qiling, like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlaring mumkin. Akalar, biz bo'lmasa videomizni boshladik. Shulardan chiroylilardan chiqilyapti. Narxini bilamiz. Bular ozgina qarroq olgan. Nech pul oldi ekan jupi? 26 million. Yashang, barakasini bersin. Buqamiz chiqilyapti. Tog'a qancha bo'ldi? Ya, qaytibdi. 26 millionga sotilmadi. Qaytibdi. Bitta bozor unday, bitta bozor bunday deydi. Keyingi bozorlar bundan ham yaxshiroq narxlarga sotilib ketsa, hamma rasxodlarni qoplab, albatta egasini xursand qilib. Akalar, like bosib turinglar, biz video olishni davom etamiz. Aka, nech pul oldi jupi? Suti bori 18 million. Yashang, barakasini ber. Suti bori 18 million so'm bo'ldi. Sho'pir aka, xabaringiz bormi? Voy, yashang, barakasini bersin. Narxlardan xabarlari yo'q ekan. Mayli. Mana buqamiz yetalab kelyapti. Qancha bo'ldi aka? 19 million 500 ming. Yashang, barakasini bersin. 19 million 500 mingga sotib olishdi. Akalar, bu bozor bilasizlar, shu parkovkasi bilan ham mashhur, ya'ni vodiydagi eng katta bozorlardan bittasi Shahidon mol bozori. Kelganlar bo'lsa fikrlarni yozib ketinglar. Qanaqa yoqami, yoqmaydimi sizlarga albatta. Boy aka, 1 minut vaqtingizni olib o'tkazolmasdan videoni oxirigacha ko'rib turing. Agar uyingizni tomini yopib turmoqchi bo'lsangiz, endi qamish o'ribga ustalarda, sheriklarda hasharaga qilib o'tirmasdan, mana shu ustakalamizga aloqaga chiqsangiz, 7 sm dan 10 sm gacha pena beton qilib berar ekan. Buni loy lombazdan afzalliklari yozgi kunida salqin, qishki kunda bo'lsa issiq turar ekan. Narxchi deb o'ylanib turgan bo'lsangiz, narxi ham bunaqa otib kallasi emas. Narxi ham vodiy ichida 45 mingdan vohaga bo'lsa 55 ming. Albatta, qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib turib, bemalol tomingizni yopib turib olsangiz bo'ladi. Qo'g'alarimiz tiqilib qoldi. Farg'ona viloyatidan kelishgan ekan mehmon. Hamma molni yo'qda ushlab turibdi. Yurgizmasdan, qo'rqqandan. Shilimni yetib qo'ymaydi. Niyat qilganlar mehnatlardan buni ham nasib qilaversin akalar. Hammani niyatiga yetkazsin. Zo'r. Mana chiroylilari chiqyapti. Yana ham chiroylilari. Qancha bo'ldi bu aka? 23 million. Qancha bo'ldi aka sizga? 15,5. Yashang, barakasini bersin. 15 million, ergisi 23,5 million so'm. Zo'r. Va qancha bo'ldi bu aka? Yashang, rahmat. 15 million 800 ming so'm bo'pti bunisi. Bunisi qancha bo'ldi ekan? Aka, qancha bo'ldi sigirimiz? 16. Yashang, barakasini bersin. 16 million so'm. Zo'r. Bu yoqda mana buqamiz kelyapti. Ozgina qaysaroq ekan, yurgisi kelmaydi. Hozir narxini bilamiz. Akalar, like bosib, kanalda yangi bo'lsalaring albatta obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Qancha bo'ldi aka? 23 million 300 ming. Yashang. Aka, qancha bo'ldi to'y? 8 million 700 ming bo'ldi mana to'yimiz. Xo'p. Nech pul oldi aka sigir? Yashang, 16 million 700 ming. Barakasini bersin aka. Qo'y qancha bo'ldi aka? 83. Ikkitasi, ha? Chiroyli ekan, yashang, barakasini bersin aka. 8 million 300 ming, juda chiroyli. Tog'a qancha bo'ldi to'rttasi? Narxini bilishmas ekan. 14 milliondan to'rttasi ketdi. 14 milliondan. Jupini qancha dedingiz aka? 43 million 200 ming mana jupi. Zo'r. Barakasini bersin jupi. Boy aka qancha bo'ldi? 13 million. Yashang, barakasini bersin. Chiroyli narsa ekan. 13 million. Yana mana babachak deydi. Nech pul oldi aka, yana bo'lamiz? 6 million 800 ming. Bunisi-chi? Bunisi 6 million qo'chqorimiz, ergisi 6 million 800 ming. Yana bo'lamiz. Zo'r. Barakasini bersin. Hoji tog'a qancha bo'ldi? Jup 46 million. 36. Yashang, barakasini bersin. Jupi 36 million. Zo'r, barakasini bersin. Qancha bo'ldi bu aka? Buni bilishmas ekan. Qancha? 17 million.
Yashang, barakasini bersin. 17 million so'm bo'pti. Zo'r. Bu yoqda qo'ylarimiz gala-gala bo'lib chiqilyapti. Kuzatib turinglar, narxini bilamiz hozir. Hoji tog'a qancha bo'ldi jupi? 12. Yashang, barakasini. Nech pul bo'ldi aka bu? Qancha? 26. 26 million deyishdi. Zo'r, barakasini bersin. Aka qanchadan bo'ldi bu qo'zilar? 3 million 600 mingdan bo'ldi qo'zilarimiz. Zo'r, barakasini bersin. Bu yoqda to'polonlar bilan chiqilyapti. Buqa qancha bo'ldi aka? Jup qancha bo'ldi aka xonajillar? 24 million so'm. Zo'r, barakasini bersin. Nech pul bo'ldi aka sizniki? 12 million so'm. Zo'r, barakasini bersin deb qo'yamiz. Akalarimiz moldor mana arqonlarini sekin almashtirishyapti. Qo'chqorni buqaga o'xshagani chiqilyapti. O'ta gavda, o'ta savlatli. Qancha bo'ldi ekan bu aka? 8 million. Barakasini bersin. Bunisi 3 million 700 ming. Bunisi ham bir boshqacha parodada qo'yish kerak. Parodasini bilganlar yozib ketinglar. Qancha bo'ldi aka? 16. Yashang, barakasini bersin. 16 million mana buqachamiz. Zo'r. Aka 21 million. Yashang, rahmat. 21 million so'm. Aka qancha dedingiz? 29. 29 million. Simental zo'r. Barakasini bersin. Chuh. Tog'a qancha bo'ldi usti endi? Ha, yana bo'lar ekan bu. Qanchaga kelyapti? Nech pul oldi ekan aka? Nima qoldi aka? Akamiz 30. Yashang, barakasini bersin. 30 million so'm. Zo'r. Suzar ekan bu. Barakasini bersin deb qo'ramiz. Bayog'da o'ta ham chiroyli. Holatdagilari chiqyapti. Narxini bilamiz. Bu qancha bo'ldi bu aka bu? Chuh. 21,5 million. Siz o'raydi-da, ozgina qoldi. Aka qancha bo'ldi ekan bular? Nech pul oldi aka? Pulini bilishmayapti mana shu. Endi shuni pulini bilishmayapti. Mayli baraka. Narxini aytishmadi aka. Nech pul oldi? Akamiz shopir. Yashang. Nech pul oldi ekan aka? 15 million. Zo'r, barakasini bersin. Nech pul oldi aka qizil? 17. Mana 17 million so'm bo'ldi. Zo'r. Barakasini bersin. Yangi bo'lakchalari chiqyapti rangi. Yana bola qancha bo'ldi ekan aka? 36 million 300 ming. Aka buqa qancha bo'ldi? Jupi 51,5. Ha, bitta buqa bo'lsa, mana bittasi 51,5 million so'm. Zo'r. Mana qo'chqorni qaranglar. Qo'chqor qancha bo'ldi aka? 15 million. Barakasini bersin. Niyat qilganlar yozib ketinglar, niyatdan ketinglar. Parodasini bilganlar yozib ketinglar, albatta qiziq. Mana 12,5 mana. Yosh. Xonajincham zo'r. Barakasini bersin. Qo'ylar chiqyapti, narxini bilamiz. Nech puldan bo'ldi ekan? 7dan. Yashang, barakasini bersin. Bu aka qancha bo'ldi buqa? 24 millionga sotilibdi mana. Zo'r. Aka qancha bo'ldi bu? 22 million so'm. Buqa qancha bo'ldi aka? 24. Sizniki-chi tog'a? 23 million buqamiz. Zo'r. Barakasini bersin. Jup qancha bo'ldi aka? 9 million 900 ming. 100 ming ham 10 million. Suzadi chiqilishi. Aka qancha dedingiz narxini? 20 million. Mana 16,5 million. Barakasini beraversin. Zo'r. Akalar like bosib, albatta kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib turinglar. Zo'r, bugun bozor o'ta boshqacha. Buqani o'ta ham chiroyli chiqyapti. Hozir narxini bilamiz. Agar egalar narxini aytsa, chunki ko'p nova solgan egalarimiz narxini aytishmay ketadi. Nech pul oldi ekan bu aka? 33. Yashang, barakasini bersin aka. 33 million so'm. Aka jup qancha bo'ldi ekan? Narxini bilishmas ekan. Chuh. Nech pul oldi? Buni ham narxini bilishmas ekan. Bu yoqda narxini biladiganlari chiqyapti. Shular narxini bilamiz. Shular like paqqillatib bosib, gumbira qasir. Nech pul oldi ekan aka? 18 million so'm. Zo'r, barakasini bersin.
Akamiz shopir narxini bilishmaydi yoki aytishmaydi. Bu qancha bo'ldi aka? 16 dan. Yashang! 16 dan. Akamiz juda qattiq baqirishdi. Mol jonini o'tkazgan shekilli kiydirib. Hali chiroyli kelyapti. Kuzatamiz. Like bosib turinglar. Boshqacha kelyapti. Aka qancha bo'ldi bu Novas? 19,5. Sizkicha aka? 17. Biz 17, Novasimiz 19. Yarim. Barakasini bersin. Nega parodasi boshqacha shekilli, juda turishi boshqacha ekan. Voy nech pul bo'ldi ukan bu? 10 million? 10 millionga ham mol olsa bo'lar ekan. Akalar videoni shagacha tomosha qilgan bo'lsalaring, hammalarga kattakon rahmat. Keyingi bozorlar qayerlardan bo'lsin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bosib, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib ketishingizni so'rab qolamiz. Tog'a qancha bo'ldi? Tog'amiz narxini aytgilari ham kelmadi. Akalar bo'lmasa, hammalarga kattakon rahmat. Albatta like bosib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling.